Yanchang ko'chalarida bayklar okeani desak bo'lar ekan. Yanchang yo'lini narigi betiga o'tmoqchi bo'lsangiz, to'xtamasdan o'tish kerak. Bu yerda o'ziga xos harakat mantig'i bor. Sizga qarab kelayotgan minglab bayklar okeani xuddi baliqlar to'dasidek sizni aylanib o'tadi. Vyetnamda 50 milliondan ortiq mototsikl bor ekan. Bu yerda bayk, ya'ni mototsikl, shunchaki transport emas, bu butun bir oilani ko'chma uyi, do'koni va taksisi. Bu xaosni ko'rib dastavval qo'rqasiz, lekin keyin bu yerdagi o'ziga xos tartibni tushunib olasiz. Ashdan tomosha qilsa bo'lar ekandek. Syomka qilib joy ekan. Ancha gap qoldik-ku. Maktab ovozi internatsional. Qayerda bo'lsa ham baribir o'sha qiy-chuv. Ko'chalar. Bu o'ta mototsikl serop ekan. Mercedes ham bor ekan qaraydi. Xo'p, mana biz hozir Nanchang shahrini markazidamiz bo'lsa kerak. Chunki men bitta odam bilan o'zi yashaydigan joylar ham bor ekan. Mana imoratlar, bu mehmonxonalar emas, oddiy odamlar yashaydigan hududlar bo'lishi kerak. Xo'p. Mazkur tarixiy obidaga kirish arafasidamiz. Nomlanishi Tap Ba Po Nagar Tha Trang Di Tich Kou Guard Gebet deb nomlanar ekan. Mayli, ma'zur tutasizlar, noto'g'ri o'qigan bo'lsam. Xullas, kirish arafasidamiz. Hamda qaragansizda kirib ketaverar ekansiz mana. Ochilar ekan, kirib ketar ekansiz. Tabiat go'zalligi. Va albatta odamlar tomosha qilyapti bu tabiat go'zalligini. Azizlar, hozir biz siz bilan vaqt mashinasiga o'tirgandek bo'lamiz. Vyetnamning kurort zonasi Nanchangning qoq markazida Cu Lao tepaligida shunday bir maskan borki, u yerda toshlar gapiradi. Bu mashhur Po Nagar minoralari. 1000 yildan beri uxlab yotgan ulkan bir tarix nafasini sezasiz. Xalq orasida yurgan gaplarga qaraganda, bu yerdagi har bir g'ishtning o'z joni bor ekan. Tasavvur qiling, bundan 1000 yillar oldin dengiz ko'priklari va bulutlar o'rtasida bir go'zal ayol paydo bo'ladi. Bu Yang Ino Po Nagar, ya'ni bizni tilga tarjima qilganda mamlakatning onasi. Odamlar aytishadiki, u osmondan tushmagan, balki uzoq shimoldagi sirli o'rmonlardan qimmatbaho sandal daraxtining ichida suzib kelgan. Xuddi ertaklardagidek. Lekin bu oddiy ertak emas. Aynan vyetnamliklarga yer haydashni, shol ekishni va mato to'qishni o'rgatgan emish. Ya'ni bugungi Vyetnamning farovonligi aynan o'sha vaqtdan boshlangan ekan. Shu ayolning qo'llaridan boshlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Har bir detalga diqqat qiling. Bu minoralarning tomlari xuddi osmonga intilayotgan pog'onalarga o'xshaydi. Bu yerda har bir tosh tarixning go'zalligini ifoda etuvchi guvohlardek. Mana tepaga chiqib oldik. Salomon. Anchagina baland ekanlik. Taxminan bir 4-qavatga chiqdik. Mana shahar manzarasidan boshlaymiz.
qadimgi kemalar ham bor ekan. Ko'rib turibsiz. Nimagadir biza narigi ko'prikdan o'tib, aylanib bu ko'prik tomon keldik. Yo'l qoidalari shuni taqozo qilsa kerak. Bu yerda odamlar o'zi yashaydigan joylar. Yaqinlashtirib ko'ramiz. Xonadonlar ekan. Dengiz bo'yida yashash ajoyib. To'lqinlarni hisobga olmasa, qattiq to'lqin bo'lganda ashina shovqin bo'lsa kerak. Bo'g'oz bo'lsa ham baribir tabiatga yetmaydi-da. Uning zamonaviy bo'lsin, boshqa bo'lsin, tabiatga yetmaydi. Go'zal tabiatga yetmaydi. Endi bu qadim vaqtlarda qurilgan bo'lishi kerak. Yozilmagan ekan nechinchi yil qadimda qurilgan, bularni o'zini diniy qadriyatlari. Endi musulmon emas, buddist va konfutsianistlar ekan. O'qiganim bo'yicha bugun buddizm va konfutsianizm ekan bularda. Chiroyli o'rindiqlar, do'kon, gullar, tarixiy obida. Ana o'zini o'zi suratga olish, videoga olish bu yerda ham keng tarqalgan ekan. Suratga tushsa arziydigan joylar ekan, lekin toshlardan ham shunaqa go'zallik yaratsa bo'ladimi degan savolga javob. Go'zal gullarning rangiga yetmaydi. Led, met nima bo'lsa ham baribir tabiiy gullarning rangi hammasidan go'zal. Mana buni qarang, chiroyliligini. Bundan da chiroyli gullar, toshlar va gullar. Bundan da chiroyli gullar, toshlar va gullar. Hamma suratga tushish bilan obora. Biz asosiy maqsad ham shu, kelib o'tga tasvirga olish va suratga tushish. Mana bu asosiy tarixiy obida. Yomg'irdan ozgina qoraygan-u, lekin yomon emas. Qishli eskiligidan ko'rib turibdi bir. Buni ko'ramiz. Yozuv qilaman, menimcha nechinchi yilda qurilganligini internetdan topib yozuv qilaman albatta. Niyachangdagi yashil dunyosi haqida gapiradigan bo'lsak, bu tropik o'rmonni nafasi desak bo'ladi. Vyetnamning tabiat rangi yashil, lekin bu oddiy yashil emas. Bu hayotning o'zi. Niyachang atrofidagi tog'lar doimo zich tropik o'rmonlar bilan qoplangan. Bu yerda namlik va issiqlik shunday muvozanatdaki, o'simliklar kuniga bir necha santimetr o'sishi mumkin. Diqqat bilan qarasangiz, har bir daraxt o'z alohida bir ekotizm ekanini ko'rasiz. Vyetnamliklar tabiatni juda qadrlashadi. Chunki bu o'rmonlar ularni ming yillar davomida ham oziqlantirgan, ham dushmandan himoya qilgan. Bu yerda inson va tabiatni bir butunligini har qadamda his qilasiz. Tabiatni qarang, go'zalligini, tabiatni. Menga tabiat yoqadi har doim. Ayniqsa shu tropik joylardagi o'simliklar menga yoqdi. Mana bambuk daraxt. Hattoki daraxtlarga ham o'simlik osib qo'yishibdi. Qo'liga qilsa bo'lar ekan, lekin shu narsa yaxshi ekan. Aql bovar qilmas darajada go'zal. Mana bu bambuk mana. Yaponiyada juda ham ko'p. Koreya davlatlarida juda ham ko'p bo'lgan bambuk daraxti. Toshlar mana qarang, qatladan o'tyapman. Men bitta o'tirib suhbatlashib o'tirsa ham bo'lar ekan. Endi otamlashishga ko'p bo'lmaydi-ku. Ovqat ish bo'lmasa kerak, bular. Filga ham astag'firulloh ibodat qilishar ekan, endi bularni o'zini ishi. Lekin salqingina. Vyetnam haqida gapirganda orollar zanjiri haqida gapirmay iloji yo'q. Bu yerda dengiz va tog'lar uchrashgan joyda ko'rasiz. Niyachang qo'ltig'i dunyodagi eng go'zal qo'ltiqlardan biri hisoblanadi. Buning sababi dengiz o'rtasidagi o'nlab kichik va yirik orollardir. Bu orollar xuddi suvdan chiqib qolgan ulkan ajdarholarni tizmasiga o'xshaydi. Ularning ba'zilarida odam yashaydi, ba'zilari esa mutlaqo yovvoyi. Mana shu orollar Niyachangni ochiq okeanning kuchli to'lqinlaridan himoya qilib turadi. Qayiqda bu orollar oralab suzish insonga o'z muammolari naqadar kichik ekanligini va dunyoni naqadar kengligini eslatadi.
o'yinchoqlar, suvenirlar. Olisda sotosi bo'lsa kerak. Suv ichishga ham joy sharoit qo'shibdi, lekin qoyilman. Surnak chalayotgan amaki. Agar Nyachang issig'idan charchasangiz, tog'larga ko'tarilish kerak. Xonba tog'larini ko'pchilik Osiyo Alplari deb atashadi. Yuqoriga ko'tarilgan sari havo salqinlashadi. O'simliklar dunyosi o'zgarib boradi. Bu yerda mashhur olim Aleksandr Yersin yashagan va tadqiqotlar olib borgan. Tog'lardan oqib tushayotgan sharsharlarning ovozi bu tabiatning eng toza musiqasi. Vyetnam tabiati faqat dengiz emas, bu toza havo, sokin tog'lar va bulutlar bilan so'zlashadigan cho'qqilardir. Bu manzaralarni ko'rganda nega vyetnamliklar o'z yurtini shunchalik sevishini tushunib yetib qolarkansiz. Shahar issiq, lekin bu salqingina ekan. Suv ham sepib qo'yishibdi. O pastlikda qanaqadir shiponlar va albatta go'zal daraxt. Shuni otini bilish kerak. Mana ham daraxt qaranglar. Haqiqiy junglining daraxtlari. O'zi bu yerning junglilarida o'tib bo'lmaydigan darajada shunaqa osilgan joylar bor. Mauglining kinosini ko'rgan bo'lsanglar yoki shu jungli haqidagi kinolarni ko'rgan bo'lsanglar, aynan shu daraxtlar. Shu darajada mana bu osilchoqlari ko'pki, odam o'tib bo'lmaydi. Janubiy Amerikada qilichga o'xshagan narsa bor. Shu qilich bilan chopib o'tish mumkin, boshqa iloji yo'q. Tog' toshlar, daraxtlar. Mana tosh orasidan o'sganini qarang. Ildizlari toshlar orasidan o'tib ketgan ekan. Alloh yaratgan mo'jizasi. Daraxt ham hamma joyga moslashib ketar ekan. Pastga tushib chiqmaymiz ham. Yo'qqa. Men uzoqqa ketib qolma. Bu yoq tomonda o'tiradigan joy bor ekan, salqin joy, o'sha yerda o'tiramiz biz. Albatta go'zal daraxt. Shuni otini bilish kerak. Toshkentda o'stirsa bo'larmikan, yo'qmikan? Nihoyatda go'zal daraxt ekan. Toshlar, o'rindiqlar chiroyli qilib qo'yishdi. Tabiatga ko'proq urg'u bergan bular. Vyetnam dunyoda qahva yetishtirish bo'yicha 2-o'rinda turar ekan. Lekin bu yerda qahva ichish bu alohida marosim. Fin deb ataladigan temir filtrlardan tomchilab tushayotgan qahva insonni sabrli bo'lishga o'rgatar ekan. Mashhur kafe Suada, ya'ni bu muz, kuchli qahva va quyultirilgan sutning ideal sintezi. Meni maslahatim, Nyachang ko'chalarida kichik stullarda o'tirib, mahalliy aholi bilan birga qahva iching. Shundagina siz Vyetnamni haqiqiy ta'mini sezasiz. Haqiqiy ta'mini sezasiz. Vyetnam haqida gapirganda dengiz ne'matlari haqida ham gapirmay iloji yo'q. Kechki baliq bozorlarini ko'rishingiz mumkin. Akvariumda dengiz mahsulotlari yoki tayyorlanayotgan ovqatlarni bevosita ko'rishingiz mumkin. Nyachang Vyetnamni dengiz mahsulotlari poytaxti. Bu yerda siz hatto nomini eshitmagan baliq va jonzotlarni uchratasiz. Eng qizig'i, hamma narsa yangi, hozirgina dengizdan tutilgan. Vyetnamliklar taom tayyorlashda 5 ta'm qoidasiga amal qilishadi. Achchiq, shirin, sho'r, nordon va achchiq taxir. Bu 5lik inson organizmidagi 5 a'zoni davolaydi deb hisoblashar ekan. Bu yerdagi taomlar nafaqat mazali, balki juda foydali. Iqlimga keladigan bo'lsak, Nyachangdagi quyosh yil davomida charaqlab turadi. Lekin bu yerda faqat sayyohlar emas, balki tabiat ham ishlaydi. Shahar yaqinida mashhur tuz dalalari bor. Vyetnamliklar dengiz suvini quyosh ostida bug'latib, oq oltin
ya'ni dengiz tuzini olishadi. Bu og'ir mehnat, lekin natijasi dunyodagi eng toza tuzlardan biri. Bu quyosh va dengizni o'zaro ittifoqi natijasidir. Xonadonlar, odamlar yashaydigan xonadonlar. E'tibor bo'linga, hammasi quyoshdan unumli foydalanar ekan. Ya'ni suv isitishadigan bizda ham sotilyapti, suv isitadigan uskunalar hamma joyda bor ekan. Xo'p, mana bu tarixiy obidani aylanamiz. Atrofini uzoqni ko'radigan kameram bor deb olib kelsam bo'lar ekan. Mana buni qarang. O'simlikni ajoyib. Ham gullar ekan, ham o'sar ekan. O'ziga xos. Yana bitta bor ekan. Bularni otini bilish kerak, uyda boqsa bo'lar ekan. Buzib quryapti. Yer qimirlamaydi. Qaranglar, devorlarni qanchalik darajada torligini yer qimirlamaydi bo'pti. Shuning uchun ham baland osmono'par binolar ko'p ekan. Dizayn yomon emas, lekin chiroyli. Hammasining balkoni bor. Mana yana obidaga qaytamiz. Xo'p, davom ettiramiz. Ovqatlanadigan joy ekan. Ovqatgoh. Nima ovqat bor bilmayman, lekin qanaqadir kiyimlar bilan kiyimlar nima bor. Oyoqni yechib kiysa bo'lar, kirsa ham bo'lar ekan ichkariga. Ko'ramiz. Kiramizmi yo'q, ko'ramiz. Bu tepalikqa chiqadigan joy. Odamlar obidani fonda rasmga tushishyapti. 각도가 잘 안 나와가지고. Kirmayman, lekin nimam kiradi. Har xil ichimliklar, har xil cho'ko'payga o'xshagan narsalar berishibdi. Bularni o'zini odam deyolmayman endi, bularni o'zini xullas berishibdi-da. Bu yerda dam olib o'tiradigan joy ekan. Kokos ham tushyapti mana. Mana tabiat qo'ynida olmaxon ham bor ekan, olmaxon. Ko'rinyapti, olmaxon. Vyetnam tabiati haqida gapirganda uning yashil o'pkasi bo'lmish junglilarni tilga olmaslikning iloji yo'q. Bu yerdagi o'rmonlar shunchaki daraxtzor emas. Bu yer o'zidagi eng qadimiy va boy ekotizimlardan biri. Tasavvur qilinga, Vyetnamni kichik bir hududda dunyodagi barcha o'simlik va hayvonlar dunyosini qariyb 10% yashaydi. Niachang atrofidagi tog'larda siz haqiqiy yovvoyi tabiat bilan yuzma-yuz kelishingiz mumkin. Bu yerda noyob turdagi maymunlar, masalan, gibbonlarning ovozini erta saharda eshitish mumkin. Ularning qo'shig'i jungli uzra bir necha kilometrga taraladi. Vyetnam junglilari bu ranglar va tovushlar simfoniyasi. Bu yerda har bir bargdan suv tomadi. Har bir buta ortida hayot qaynaydi. Bu tabiatni naqadar murakkab va mukammal ekanini ko'rsatadigan tirik muzeydir. Bunday tabiatni ko'rish ichki sokinlik va energiya manbaidir. Vyetnamning eng ramziy hayvoni bu suv buqasi. Uni vyetnamliklar eng yaqin do'sti deyishadi. Sholli dalalarda ularsiz ishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu hayvon chidamlilik va sobit qadamlik ramzidir. Lekin Vyetnam yanada sirli jonzotlarga ham boy. Masalan, Niachang yaqinida maymunlar oroli bor. Bu yerda minglab maymunlar o'z qonun qoidalari bilan yashaydi. Aytgancha, yaqin kunlarda bu haqda ham ko'rsatuv tayyorlayman, chunki aynan shu orolga tashrif buyurish nasib qilgan. Shuningdek, Vyetnam sohillarida dunyodagi eng noyob dengiz toshbaqalarini uchratish mumkin. Ular minglab kilometr suzib,
aynan shu yerga tuxum qo'yishni uchun qaytishadi. Bu ham tabiatni ajoyib instinkti. Vyetnamning hayvonot dunyosi bu matonat va moslashuvchanlik maktabidir. Bu yerdagi har bir jonzot, xoh u ulkan fil bo'lsin, xoh rang-barang dengiz balig'i, tabiatni naqadar saxiy ekanligini isbotlaydi. Bu manzaralarni kuzatar ekansiz, insonning vazifasi bu go'zallikni boshqarish emas, balki uni asrab qolish ekanini tushunib. Ko'pchilik savol beradi. Qanday qilib og'ir tarixni boshidan kechirgan xalq bunchalik xotirjam va mehribon bo'lishi mumkin? Vyetnamliklarning o'z baxt formulasi bor. Bu yerda odamlar kelajakdan qo'rqib yoki o'tmishdan afsuslanib yashashmaydi. Ular shu yer va hozir bo'lishini bilishadi. E'tibor bering. Yachang sohillarida tongi soat 5 da minglab odamlarni ko'rasiz. Ular sport bilan shug'ullanishadi. Dengizda cho'milishadi. Bu ular uchun kunni ijobiy boshlanish marosimi. Ularda kichik baxt tushunchasi bor. Bir piyola yaxshi qahva, oila davrasidagi kechki taom yoki do'stlar bilan dildan suhbat. Bu yerda insonlar bir-biriga raqobatchi emas, balki katta bir oiladek qarashadi. Biz o'zbeklar doim natija ketidan quvamiz. Vaqtni tejashga harakat qilamiz. Lekin vyetnamliklardan o'rganish mumkin bo'lgan eng katta saboq bu hayotdan lazzatlanish. Ularning yuzidagi tabassum soxta emas, ichki xotirjamlikdan keladi. Bu blog orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan fikrim, baxt bu erishiladigan nuqta emas, balki siz bosib o'tayotgan yo'lning o'zidir. Vyetnam tabiati va odamlari bizga aynan shuni o'rgatadi. Quyosh ufqqa botishi bilan Nyachang butunlay boshqa qiyofaga kiradi. Bu shaharning transformatsiyasi. Kunduzi sokin va issiq bo'lgan sohil bo'yi tunda chiroqlar okeaniga aylanadi. Markazdagi mashhur Lotus binosi xuddi ulkan bir mayoq kabi porlay boshlaydi. Bu bino Nyachangning ramzi bo'lib, u dengizdan chiqib kelayotgan gulga o'xshaydi. Tungi Nyachang bu hissiyotlar bayrami. Havo salqinlashadi. Ko'chalarda musiqa yangraydi. Odamlar sayrga chiqishadi. Tungi bozorlardagi hayot esa alohida bir dunyo. Bu yerda siz Vyetnamning haqiqiy energiyasini sezasiz. Lekin bu shovqin-suron orasida ham bir sokinlik bor. Dengiz to'lqinlarining qirg'oqqa urilishi shahar shovqinini bosib ketadi. Bu mening Nyachangga qilgan sayohatimning yakuniy xulosasi. Bu shahar sizga xohlagan narsangizni bera oladi. Agar siz shovqin qidirsangiz, topasiz. Agar siz sukunat qidirsangiz, dengiz bo'yida u sizni kutib turadi. Vyetnam bu qarama-qarshiliklar uyg'unligi. U yerdan qaytayotganda siz o'zingiz bilan faqat suvenirlar emas, balki yangilangan dunyoqarash olib qaytasiz. Va mana shu haqiqiy Dodosh Travel'ning sayohatidir. Lekin to'xtang, bu hali hammasi emas. Bu ishlarning orasida shunday sir borki, u haligacha dunyo olimlarini hayratga qoldirib kelyapti. Endi esa do'stlar, afsonalarni bir chetga surib, haqiqiy fanga va aql bovar qilmaydigan fizikaga o'tamiz. Mana shu devorlarga yaxshilab qarang. Biror narsani sezyapsizmi? Bu devorlar orasida na sement bor, na biz biladigan oddiy qorishma. Qadimgi Tiampa ustalarining 1000 yillik siridirki, biz 21-asrni Mamman degan muhandislari va olimlari haligacha bu jomboq oldida lol qolyapmiz. Bu g'ishtlar bir-biriga shunchalik mahkam yopishganki, orasiga hatto eng ingichka pichoq tig'i ham kirmaydi. Qanday qilib? Bu qadimiy texnologiya. Olimlarning aytishiga qaraganda,
Ular daraxt yelimi va kaktus sharbatidan iborat maxsus sehrli qorishma tayyorlashgan. Lekin eng dahshati bu emas. Bir taxminga ko'ra, ular binoni avval xom g'ishtdan qurib, keyin uni atrofida ulkan gulxanlar yoqib, butun boshli imoratni xuddi xumdondagi ko'zidek toblashgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu qurilish emas, bu haqiqiy alximiya. Shuning uchun 1000 yildan beri bu yerda birorta o't o'lan o'smaydi. G'ishtlar orasida ildiz otish uchun zarracha bo'sh joyning o'zi yo'q. Bu devorlar bir butun toshga aylanib ketgan. Mana shu g'ishtlarga qo'l tekkisangiz, xuddi tirik tarixni issiq taftini sezgandek bo'lasiz. Bugungi bir martalik binolar asrida bunday mahorat haqiqiy mo'jiza emasmi? Endi esa azizlar, keling mana shu tor eshikdan ichkariga qadam qo'yamiz. Ichkariga kirishingiz bilan go'yoki vaqt to'xtab qolgandek bo'ladi. Atrofingizda makon esa toraygandek tuyuladi. Bu yerga har yili dunyoni turli burchaklaridan minglab odamlar nega kelishadi bilasizmi? Aytishlaricha mana shu qadimiy imoratni qoq markazida turib qolganlarni niyati albatta amalga osharmish. Albatta biz alhamdulillah musulmonmiz, bu gaplarga ishonmadik, lekin turistlarni jalb qilish uchun juda ham o'ziga xos uslubni qo'llashgan ekan. Lekin bu yerda kimdir farzand so'rab kelar ekan, kimdir sog'liq, kimdir esa ichki xotirjamlik. Lekin bularda bitta temir qonuni bor ekan. Niyatingizni toza va pok bo'lishi kerak. Ichingizda kibr yoki g'araz bo'lsa, bu yerning energiyasi sizni shunchaki ichkariga qo'ymaydi. Aziz vatandoshlar, mana shu joyini e'tibor bering. Biz kibr va g'arazdan voz kechish bizni islomiy qadriyatlarimizda ham bor. Buning uchun faqat qayergadir ibodatxonaga borish shart emas. Insonning o'zi qalbdan Allohga iltijo qilib niyat qilsa, Alloh albatta uni niyatlarini ro'yobga chiqaradi. Shu bilan menimcha ular bilan farqimiz qayergadir ibodat qilish uchun borib, ibodatxonaga borish shart emas. Chin qalbdan Allohdan so'rasak, shuni o'zi kifoya. Aziz vatandoshlar, obuna bo'lishni unutmang. Bizni Nyachang bo'ylab sayohatimiz davom etadi. Keyingi manzilimiz shaharning eng yuqori nuqtasiga bo'ladi. Vayronagarchilik bu oxir degani emas. Bu yangi bunyodkorlik uchun ochilgan yo'ldir. Eski binolar qulaydi, lekin ularning o'rniga yangi madaniyatlar gullaydi. Mana shu Nyachang sayohatidan Po Nagar toshlaridan olish mumkin bo'lgan eng katta saboq, agar hayotingizda nimadir vayron bo'lsa, demak yangi va go'zalroq narsa qurilishiga joy ochilyapti. Sirlarni yaxshi ko'radiganlar uchun yana bir hayratlanarli fakt. Aslida bu yerda minoralarning soni 10 ta bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu tepalik qanday mahobatli ko'ringan. Lekin asrlar bo'roni, ayovsiz urushlar va vaqt hukmi o'z deganini qildi. Bizgacha faqat 4 tasi yetib kelgan. Qolgan 6 ta minora tarix qariga g'arq bo'ldi. Ammo qolgan 4 ta soqchi haligacha Kay daryosi ustida turibdi. Ular go'yoki bizga biz yengilmadik, biz bormiz deb shivirlayotgandek. Bizning Nyachang bo'ylab sayohatimiz esa tugagani yo'q. Keyingi soniyada biz siz bilan 150 ta zinadan ko'tarilib, shaharning eng baland nuqtasiga boramiz. Siz bilan Dodosh Travel kanali ko'rishguncha. Xullas, o'sha joylardan reportaj olib boryapmiz. Tarixiy obidalardan bu bog'lanmasi kerak. Albatta ko'ring. Har holda tabiat sizni quvontiradi. Balki ko'rmagan joylaringizni ko'rarsiz. Sog' salomat bo'linglar.